To'g'risi hech kimni qo'chqori, qo'yi bunaqa kasallik bilan kasallanmasin. Do'stlar, hozir bitta og'aynimizni qo'rasida bitta qo'chqorimizni, mana shu qo'chqor sineroz kasalligiga uchrabdi, ya'ni miyasida qurt tushgan, muvozanatni yo'qotib qoladi. Yangirbosh deydi buni o'zimizda aytgan tilda. 90% qo'y boqadiganlar, chorvadorlar, doktorlar sinerozga davo yo'q deydi. Endi bilmam, hozir 21-asrda balki bordir, lekin 90% pichoq deydi. Iversanta plus tarkibi nima? Ivermectin 1%, Clazental 5%, 50 kg trigliserid 1 mg dan qilamiz. Va parallel ravishda Fengelmin degan tabletka 4 tasini faqat qaynagan suvda o'rgatib olib turib, ikkita qo'chqorga, ya'ni bitta qo'chqorga ikkita tabletka biz hozir profilaktika yuzasidan ikkinchisiga ham beraveramiz. Do'stlar, agar video foydali bo'lgan bo'lsa, profiliga obuna bo'lib qo'ying. Yana ham foydali ma'lumotlar bilan qo'yib boramiz. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Salomat bo'lasizlar.